Assalomu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilar azizlar. Vokzalni yonidan o'kildirib yurgan bo'lsangizlar, ya'ni vokzalni yonida turibmiz. Şöyle birinchi etajda ikki xonali ajoyib katta kvartiramiz bor, ekan ko'rsatib beraveramiz. Hamda detskiy plashadkalari bor, nonvoy xonalar bor yonida. Produktli magazinlar bor. Keyin sal doğru chiqsak, temir yo'l shifoxonasi. Temir yo'l shifoxonasining yonidan chiqasiz. Yaxshi joyda, yana simbolik birinchi etaj remont etilgan. Bir ikki aytiladigan ishi bor, lekin remont etilgan. Baholarni aytib beramiz, xudo xolasa. Nasib etsa o'tirib ko'rasizlar. Отдельный alohida bu yerda eshik ochilgan. Yana eshikda inazizlar. Eshik ko'rib turgan xonadonlaringiz, keling. Bismillah. Kuxni tarafından gelirse, bu gaz plita, kuxni mebellar tayyor, arkalar kafelertilgan qilib, ayakchalar qo'llatilgan. Endi remont tadbirkorlar shuncha alashtirmangizda, vaqt yumushtirib ketadi, registrlar qo'yilgan. Aynalar, ko'chalarning plastik ramlarni, unda gaz o'chirishga qo'ygan rakaynalar qo'yilgan giravershi. Yana olsak, ullu daxliz, to'g'rimizda yuvinish xonasi bilan hojatxonasi. Yan tarafimizda bir xonasi, yanda zali. Şunu ben de gösterip öteyim başta. Yaxshi. Zal kichkina emas, где-то 3 yarimla bayağı uzun aslında 6 metreden uzun. Perdeleri bu boydan çıkarılgan, bir halı palaz ekke biraz. Tayyor. Bir yerlerimiz yani. Yurtturanlar izleyin. Acayip aboylardan çıkarılgan. Yanımızdan bir xonasi indi belirleyine aboy etilgan, şu sebepli şunu. İyi uyuşturucular niye страшный bu getirdik kalan. Ataçenta görünüşünde aboylardan çıkarılgan, aynalı plastik ramlarına registrler koyulgan mıydı? Bahasına gelsek, bahası 400 milyon so'm aytıldık gelişenler. Ben de ana kaçolları, aguları, hacatxonasi, yumuşxonasi dilni. Batafsil ma'lumot uchun ekranda uy egasining telefon raqamlari ko'rsatilgan, bemalol o'zlari bilan telefonlashib kelib, ustida gelish saqlanasiz. Sog'lom va salomat bo'ling, keyingi videolarimizda görüşguncha.